Alibaba Group kompaniyasining aksiyasini analiz qilib chiqamiz. Alibaba Group'ni ko'pchiliginglar bilasizlar. Bu kompaniyani mashhur qilgan narsalar bu marketplace'lar bo'ladi, ya'ni AliExpress, Taobao ko'pchiliginglar bilasizlar. Undan tashqari Alipay to'lov sistemasi ham bu kompaniyani juda ham obro'sini ko'targan va aksiyasini ham ko'targan. Endi biza birinchi bu yerdan impulsli harakatni topib olamiz. Mana ko'rasizlar, mana ma'mila impulsli harakat bo'ladi. Birinchi impulsli harakatga Fibonacci'ni tortamiz. Mana Fibonacci'ning yuzini impulsli harakat tugagan joyiga Fibonacci'ning 0 bo'lsa impulsli harakat boshlangan joyiga qo'yamiz. Keyin mana Fibonacci'ni shu tariqa ozgina suramiz. Surso, mana bizda birinchi valni ham, uchinchi valni ham hammasi ko'rinyapti. Endi sizlarga tushunarli bo'lishi uchun hammasini mana joyida chizib ko'rsataman. Mana bizda birinchi valni bo'ladi. Mana ko'rasizlar, birinchi valni tugagan joy. Endi mana bu yerda 23:6 dan reaksiya olgan joyi bu ikkinchi valna bo'ladi. Joyida chizib ko'rsatib beraman. Mana bu ikkinchi valna bo'ladi. Endi uchinchi valnamiz bu 161.8 ga kelib bergan valna bo'ladi. Mana ko'rasizlar. Endi bizani qiladigan ishimiz, biza bu yerdan 5-valnani, ya'ni 261.8 gacha bo'lgan yurishni ushlab olishimiz kerak. Uning uchun biza подтверждение qidirishimiz kerak. Подтверждение bu bizga xizmat qiladigan narsa, bu trend liniya bo'ladi. Mana bu yerda ko'rasizlarmi? Trend liniya. Trend liniya tortishimizga asoslar bor, ya'ni maksimumlarimiz bor va bir-birini yengilagan minimumlarimiz bor. Endi biza bu yerdan kutadigan ishimiz mana shu liniyani H4 svecha buzib yopilishini kutishimiz kerak. Hozir kirib olmaymiz baga. Mana shu buzib yopilishini kutishimiz kerak. Qachonki shu yerda H4 svecha buzib yopilib bersa, o'sha holatdagina biza bu aksiyani sotib olib, ya'ni buy sotib olib, bu yog'iga 261.8 gacha ushab tursak bo'ladi. O'rtoqlar, keyin ko'pchilik klub so'raydi. Klubda mana ko'p instrumentlar turibdi, ya'ni tilla, kumush, Brent, Tesla, Auddollar, Eurodollar, USDN, shularni hammasini men xuddi shunaqa analiz ko'rinishida har kuni beraman. Mana bu klub ichini ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Klub ichini mana ko'rasizlarmi? Har kuni mana jo'nataman. Xuddi shunaqa. Hozir mana tushuntirib berdim, xuddi shunaqa analiz qilib tushuntiraman. Ya'ni birinchi PDF formatda ko'rsataman. Mana tillalarni hammasini, instrumentlarni hammasini chizib berganman va mana bu yerda video analizda buni to'liq tushuntirib beraman. Hozir qanaqa tushuntirgan bo'lsam, bu yerda har kuni shunaqa mana 7 minut, 10 minut har kuni shunaqa tushuntiraman. O'rtoqlar, bu klubga kirish uchun, bu klub pulli, bu klubga kirish uchun adminning profilini qoldirib ketaman. Admin klub deb yozib olsanglar, hamma ma'lumotlarni beraman.